ismim Samatbek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanidan keldim. Yig'layapsiz. Ko'zim shamollaydi. Men yoshlar ovozida an'anaviy ijro yo'nalishida va 15 toifasida ijro qilyapman. Qoraqalpog'iston Respublikasi Bo'ston shahridagi 18-sonli musiqa maktabida o'qiyman. Meni ustozim o'zimni dadam shu yerda ishlaydi. O yerda maqom yo'nalishi va an'anaviy ijro yo'nalishida o'qiyman. Dadam va bobom an'anaviy ijro yo'nalishida dars beradi. Bobomga havas qilganman. Birinchi o'zini ish joyiga olib borgan va shu yerda qo'shiqlarni o'rganganman. Meni birinchi o'rgangan qo'shig'im Jayhun shamollari. Menga uni dadam va bobom o'rgatishgan va ko'plab festival, konkurslarda uni aytganman. Men yoshlar ovozidan tashqari ko'plab yosh maqomchilar va Kamalak yulduzlari va boshqa festivallarda o'rinlarni egallaganman. Doira chalaman. Menga uni dadam doira chaladi. Yoshligimdan o'sha doirani menga ham o'rgatgan. Kichkina doira olib bergan va dadam menga usullar va boshqa qo'shiqlarga chalishni o'rgatgan. Men o'sha doirada maqom ayta olaman. Men yoshlar ovozida 2-marotaba qatnashyapman. Oldingi mavsumda bizning respublikamizda rayonda qolib qo'yganman. Qoraqalpog'iston Respublikasida yaqinda bo'ldi. O yerga bobom olib bordi va o yerda ham birinchi o'rinni egalladi. U yerda Jayhun shamollari asarini aytib berdim. Ular mazza qilib eshitishdi va meni Toshkentga birinchi o'rin bilan yuborishdi. Oliy o'rinlarni egallash maqsadidaman. Bu yerga bobom bilan keldim. Bobom qo'rqma, hayajonlanma va o'zingga ishon dedi. Men dadam va bobomdan tashqari ustozlarim ham kelgan. Bugun ustozlarim suvora yo'llaridan chalib berishadi va ijro qiluvchi qo'shiqim safti suvora. Aytmoqchi qo'shiqimni qisqacha sizlarga ham aytib beraman. Malaksan ya bashar ya huri g'ulmamsan bilib bo'lmas. Bulutya buna zavkat bilsan diyen ayrılıp bulmaz. Yüzüngesi kızıl güldür çengül çün bülbülü şeyda. Bugün hiç kadar bülbül çemendin ayrılıp bulmaz. Sahnaga chiqib shu qo'shiqimni ijro qilib beraman. O'ylaymanki, meni ijroim hammanikidan zo'r bo'ladi. Shu Qoraqalpog'iston Respublikasi ansamblida juda ko'p tayyorgarlik ko'rdik va u yerda asar tanlab ko'proq shug'ullandik. Meni tayyorlagan asarim hakamlarga yoqadi deb o'ylayman. Respublika bosqichiga kelgan ishtirokchilar zo'r tayyorlanishgan va ular ham mahorat bilan kelishgan. Meni bu yerga yetib kelishimda ustozlarim va bobom, dadam sababchi. Bugun ustozlarim va bobomga va dadamga rahmatlar aytaman. Riyozat chekmayuncha yar va senga yetib bo'lmas. Kelayman ashrab agar oshim bo'lib sen bo'lmal g'ofil. Bu ahmad yuzidan yer
Eden eğer ağlar üyünim bulmasa sağ